2025-yilning 30-sentyabrida soat 19 da Milliy to'da Dubay guli. 5 kunlik dunyo serialining 7-seriyasi chiqadi. Bu yurakni hayajonga soladigan voqea. Ekran Dubay chiroqlari bilan yonadi. U yerda amirliklarning hashamati inson taqdirlarining dramasi bilan aralashadi. Men ssenariydan hayratdaman. U hashamat va dard o'rtasida muvozanat topib, katta dunyo orzularini aks ettiradi. Bosh qahramon qum bo'ronlariga qaramay gullaydigan chinniguldek sevgi va oz-orni uchun kurashadi. Aktyorlar shunday jonli o'ynashadiki, osmono'par binolar va plyajlardagi sahnalar tirikdek tuyuladi, dialoglar esa chaqnaydi. Ssenariy, adrenalin, xiyonatlar, romantika va baxt uchun kurash tomoshabinni ushlab turadi. Rejissyor temp bilan o'ynab, epizodni goh triller, goh lirikaga aylantiradi. Soundtrack his-tuyg'ularni kuchaytirib, tomoshani unutilmas qiladi. Bu seriya yangi sirlarni va burilishlarni va'da qiladi. Dubay guli bu shunchaki serial emas, bu yorqinroq yashash va jasur orzu qilish uchun ilhom. O'tkazib yubormang.